Assalomu alaykum hurmatli guruhimiz a'zolari. Mana masjidimizdagi bo'layotgan ishlar bilan yana sizlarni tanishtiramiz. Hozir mana sizlarga zo'r narsa ko'rsatamiz. Mana orqadan olib kelyapman. Birdan ko'rsatib qo'ymayman. Mana sekin. Mana buni qaranglar birdan. Bu holatni qaranglar mana mashalloh. Bizning mehrob qismimizda bo'layotgan ishlar mana. Uni ustidan o'rab chiqishgan, chunki bu yoqqa rang berganda tegmasligi uchun bu ustidagi narsalar olib tashaladi hali. Xudo xolasa, men bilishimcha shunaqa. Mana Fotiha surasini yozishgan. Juda go'zal, inshaalloh mana bu yerda. Azizlar, mana shu mehrob qismimiz, ichki qismi mana. Mana azizlar, mana bu hammanglarning mehnatinglar mana shu. Hamma mana shu birodarlarimiz masjidimizga qurilishiga hissa qo'shayotgan barcha birodarlarimiz, mana guruhimiz a'zolari, barcha har qanday yo'l bilan masjidimizga yordam berib turgan birodarlarimiz barchalarining hissalari mana bu bor. Mana bu masjidimizning barcha qismlarida inshaalloh mana bu masjidimizning bundan keyingi ishlariga ham inshaalloh yordam berib turasizlar degan umiddamiz. Inshaalloh yordam berasizlar albatta, xudo xolasa, chunki shuncha payt yordam berdinglar, bundan keyin ham tashlab qo'ymaysizlar, xudo xolasa, bilamiz buni. Salomat bo'linglar. Yana masjidimiz ishlar bilan xudo xolasa yana tanishtirib boramiz. Bu yoqda minoramizda ham yana ishlar ketmoqda. Hozir kech bo'lgani uchun o'shani ko'rsata olmadik. Inshaalloh ularni ham ko'rsatamiz. Hozircha salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.